Savolim bor. Agar savolga to'g'ri javob bersanglar 50 ming so'm pul g'olib bo'lasizlar. Agar javob bera olmasanglar ham hech nima yutkazmaysizlar. Homiyimiz tomonidan bolsangiz beraman. Qaranglar, yaxshilab o'ylab javob beringlar. Xomligida yeb bo'lmaydi, qaynatilgandan keyin tashlab yuborasiz. Bu nima? Siz javobingiz. O'ylab ko'ring, 50 ming so'm yutib olasiz. Sendvich berarim bilmadim. Qayerda o'qiysiz? Maktabda. Ha, maktabda. Maktab o'quvchilar bilish kerak. Juda ham oson savol. Yeydigan narsami? Yeydigan narsa. Qizlar yaxshi bilish kerak. 1 2 Ikki deysizda bir desdan chiqib ketyapti. Bu ichini sanayman. 4 Bunga tashlamaysan. 8,5 topamadinglar. Xoningiz tomonidan bolsangiz beramiz sizlar. Qaranglar. Instagraminglar bor. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa zo'rlari hali oldinda. Xo'p? Endi nima aytasiz? Ilhomjonmidingiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Menimcha bloger edingiz-a? Ha. Blogersiz. Savol beraman. Xo'p. Agar savolga to'g'ri javob bersangiz 50 ming so'm pul yutib olasiz. Agar topa olmasangiz ham homiyimiz tomonidan sendvich beramiz. Aytavering savolni. Eshiting. Xomligida yeb bo'lmaydi. Qaynatilgandan keyin tashlab yuboriladi. Nima bu? O'ylanib ko'ring, bu yerda u 50 ming so'm yutib olasiz. Xomligida yeb bo'lmaydi. Qaynatilgandan keyin tashlab yuborasiz. Topolmadi ukamizdan mana homiyimiz tomonidan sendvich. Bizga nima bo'lsa Instagram kanaliga bosh sendvich obuna bo'lib qo'yasiz.